Chimgan muxlislari, Chimgandan anchadan beri video chiqmayapti dedilar. Mana bugun sizlar uchun katta video chiqaramiz. Chimganda hamma mini traktorlar modellari. Assalomu alaykum Chimgan kuzatuvchilari. Mana bugun sizlar uchun katta video tayyorlaymiz. Xudo xolasa sizlar bilan har bitta modeldagi traktorlarimizni ko'rib chiqamiz. Bo'lmasa boshladik. Birinchi modelimiz 26 ot kuchi, orqa balon tortadi, oldi balon tortmaydi. Remellik bir porshili traktor. Akalar, kimga qiziq bo'lsa, xudo xolasa narxlarini oxirida hammasini bitta qilib aytaman. Oxirigacha kuzatib olinglar. Birinchisi shu, bir porshin 26 ot kuchi, suv bilan sovitiladigan motor, remelli traktorimiz. Ikkinchi modelimiz, buni akasi desa ham bo'ladi, 28 ot kuchi, oldi orqa balon tortadi. Bunda hamda bu ham bir porshin remelli traktor. Endi sizlar bilan kardali traktorlarga o'tamiz. Kardali traktorimizdan boshladik. 30 ot kuchi, tashqi bartovoy, oldi orqa balon tortadi. 2 porshin. Buni gilza porshini 125 diametrli bo'ladi. Bemalol 60-70 qator orasiga tushadi. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar hamda Chimgan O'zbekiston kanaliga obuna bo'lishni unutmanglar. Bundan keyingi modelimiz Elde 300 tor Primoy Palovos traktor. Bunda ham oldi orqa balon tortadi. 60-70 qator orasiga tushadi. Bu 3 porshin, 30 ot kuchi. Bundan keyingi modelimiz shu 30 talik akasi Elde 400 tor. Bunimizni 4 porshin 40 ot kuchi. Bunda ham xuddi shu oldi orqa balon tortadi. Nima qulayliklar bo'lsa, hamma qulayliklar bor. 60-70 qator orasiga tushadi. Chimgan traktorda hamma почти 90% traktor, hammasi 60-70 qator orasiga tushadi. Undan keyingi modelimiz GD 404 tashqi bartovoy, oldi orqa balon tortadi, 4 porshin 40 ot kuchi. 60-70 qator orasiga albatta bu ham tushadi. Buni salerka bakini ko'rasizlar, yonida 45 litr yoqilg'i bakli jihozlangan. Undan keyingi modelimiz xuddi shuni akasi GD 504. Bu ham endi bu bilan farqi ikkalasini tashqi ko'rinishi bir xil, tashqi og'irligi hammasi bir xil, faqat shu motor ot kuchida farq qiladi. Bu 50 ot kuchi 4 porshin. Bu ham shu 60-70 qator orasiga tushadi. Yana oxirida sizlar bilan balon diametrlari hamda qishloq xo'jaliklarini sizlar bilan bir marta ko'rib chiqamiz. Undan keyingisi GD 504 Primoy Palovos. Buni tashqi ko'rinishi boshqacharoq, Palovos bo'lgani uchun bu ham shu 60-70 qator orasiga tushadi. 4 porshin 50 ot kuchi. Va so'nggi traktorimiz TT 504 turbina 4 porshin apparat, lekin turbina bo'lgan bilan shunisini aytib o'taman, apparat injektor emas. Salarka tanlamaydi, iloji boricha, lekin olganingizdan keyin yaxshi yoqilg'i quyishingizni tavsiya beramiz. Turbina bo'lgani bilan akalar, bu traktorimiz 50 ot kuchi, lekin turbinani hisobiga 70 ot kuchini bemalol beradi. Press podbor hamma narsa tortadi. 60-70 qator orasiga tushadi. Endi sizlar bilan hamma traktorimiz balon razmerlarini ham ko'rib chiqamiz. Endi sizlar bilan orqa qismiga o'tib oldik. Orqa qismida ko'rib turganinglardek kompressor bachok, qishloq xo'jaligi, vom обороты, naveska ko'tarish, bosadigan silindrgacha jihozlangan. Bundan tashqari распределитель, ya'ni orqa pritsepga nima ulasanglar, traktorda kerakli jihoz hammasi bor. Bunimizni balon razmeri oldi 7,5 ga 16, orqa 11,2 ga 28. Bu o'sha TT turbinali traktorimiz. Undan keyingisi boya aytib o'tganimdek GD Primoy Palovos. Bunda ham xuddi shu bosadigan silindr, распределитель, kompressor hamma narsa bilan jihozlangan. Buni gruz podъемниси 800 kg bemalol ko'taradi. Narigi traktorimiz esa unimizni vesi og'irroq 2 tonna bo'lgani uchun orqa gruzopodъемниси kitobida 1 tonna 200 berilgan, lekin biz 800 kg tavsiya qilamiz. Bu GD 504 Palovosimiz orqa baloni 11,2 ga 28, oldi 7,5 ga 16. Xuddi turbina bilan bir xil. Undan keyingi modelimiz GD 504. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu tashqi bartovoy, ichki emas. Tashqi bartovoy bo'lib turib, bosadigan silindrgacha bor. Распределитель, kompressor, datchik hamma narsasi bor. Bunimizni oldi baloni 8,3 ga 20, ya'ni ko'rishinglar mumkin, kattaroq. Orqa balon 11,2 ga 28. O'sha aytganda 60-70 qator orasiga tushganda ekinga hech qanaqa ziyon yetkazmaydi, bosmaydi ham. Bunimizni qishloq xo'jaligi 540 ga 1000, ya'ni vom оборотimiz.
Bu Gede Toristor, bu ham tashqi bartovoy. Bunda ham xuddi shu 500 ga nima jihozlangan bo'lsa, unda ham xuddi shunaqa narsa bilan jihozlangan. Bosadigan silindr, gruz подъемниси 800 kg, oldi balon razmeri 8.3 ga 20, orqa 11.2 ga 28. Bundan tashqari mana kompressor bachok datchilarigacha bor. Undan keyingi modelimiz Elde Toristor, O'zbekiston bozorida 2015-yildan beri sotiladi, ishonchga kirgan traktor. Bunimiz primoy polovoz, bosadigan silindr, orqa gruza podъемниси 800 kg, bunda ham yuk ko'tarishi, kompressor bachok, распределитель, hamma traktorda nima kerak jihoz bo'lsa, hammasi bor. O'sha boya aytganimizdek, kimga bog' uchun kerak bo'lsa, shu traktorlarni bemalol xarid qilishingiz mumkin. Bundan keyingi modelimiz shuni kichikroq varianti Elde model. Buni ko'rib turibsizlar, jasadi kichikroq. Bunda ham lekin 3 portion 36 kuchi bo'lgan bilan bosadigan silindr hamma narsa bilan jihozlangan, kompressor bachogigacha. Bunimizni oldi baloni 6 ga 16, orqa baloni 9.5 ga 24 ingichka balonlar bilan jihozlangan. Keyingi modelimiz, buni o'zi tanishtirmasak ham Chimgan obunachilar hammasi biladi, lekin yangi obunachilar, ya'ni qo'shilgan akalarimiz uchun bir sidra buni ham aytib o'tamiz. Bunimiz 36 kuchi tashqi bartovoy 2009-yildan beri sotiladi. Chimganning eng legenda traktori. 60-70 qator orasiga tushadi. Bunda ya'ni bosadigan silindr va ichkarida o'zida jihozlangan bo'ladi. Bundan boshqa kompressor bachok hamma narsa bilan jihozlangan. Bundan keyingisi endi bu ham shu Shifeng, ya'ni Shifeng traktorlar SF modellari 28 ot kuchi 60-70 qator orasiga tushadi. Buni oldi baloni 6 ga 16, orqa 9.5 ga 24 balon bilan jihozlangan. Hamda undan keyingisi 26 ot kuchi. Va ko'rib turibsizlar, даже remelli traktorlarimizda ham akalar kompressor bachogi bor. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar hamda Chimgan O'zbekiston kanaliga obuna bo'lishni unutmanglar. So'nggi yangiliklarni doim sizlar bilan baham ko'ramiz. Endi oldiga o'tib turib, hammasini narxini aytib o'taman. Akalar va'da qilingandek, mana endi hamma traktorni narxini sizlar bilan bir xil ko'rib chiqamiz. Bo'lmasa boshladik. O'sha SF 260, ya'ni orqa balon tortadi, oldi tortmaydi, remellik traktorimizning hozirgi kundagi narxi $5000. Undan keyingi modelimiz SF 284, ya'ni oldi orqa balon tortadi. Bu ham bir portion remelli traktorimiz. Bunimizning hozirgi kundagi narxi $5600. SF 304 legendarniy traktorimizning narxi, hozirgi kundagi narxi, bo'ladigan narxi, xudo xolasa sizlar uchun $9500 qilib qo'ydik. Undan keyingi modelimiz Elde 304, bunimizning hozirgi kundagi narxi sizlar uchun $7500. Kelasizlar, xarid qilasizlar. Boya aytganimdek, like, podpisatsiya tugmasini bosishni unutmanglar. Elde Toristor 40 ot kuchi, bunimizning narxi $8800. Hamda mana yangi kelgan xudo xolasa bartovoy traktorlarimiz narxini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Gede Toristor hozirgi kundagi Ramazon oyi aksiyasi haligacha davom etyapti. Kelasizlar, xudo xolasa $9700 ga xarid qilasizlar. Undan keyingi modelimiz Gede 504, bunimizning narxi $10700 faqat sizlar uchun. Hamda Gede 504 primoy polovoz, bunimizning narxi $9300 va turbina, ya'ni TT 504 modelimiz, bu modelimiz hozirgi kunda narxi $11500. Boshida aytishni unutinma, bu reversli. Shuni unutmaysizlar. Chimgan O'zbekiston YouTube kanal hamda Chimgan O'zbekiston Telegram kanaliga obuna bo'lishni unutmanglar. Eng so'nggi yangiliklarni doim sizlar bilan baham ko'ramiz. Chimgan O'zbekiston hosilingiz kafolati.